Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Ko'ngillik so'z programmamizning bugungi sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hammamizga ma'lumki, yaqinqi davrda bizniki radio televiziya ishlarimiz ushqandek taraqqiy qilib, xalqimizning turmushiga nurg'unlagan o'zgarish va taraqqiyotlarni olib keldi. Biz ana shu o'zgarish va taraqqiyotlarning bir ifodasi sifatida o'z yezisida oldin beyg'on bir jup ayolni sahnaga taklif qildik. Qani, marhamat. Voy! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy! Yaxshimisiz? Voy! Qanaqa Umid qaniydiga bo'lib turibsiz-ku? Televizorga o'xshasa? Ovoz bo'lsa kerak. Siz shuma? Men shunda qilyapman. Shu ana ovoz qilyapti. Qani, marhamat. Balkim mush ko'ngillik so'z programmamizni ko'rgan qo'daymizlar. Ha, ko'rgan. Ko'rgan, ish qozon bor bizning uyda. Ish qozon? Ya bir rasket qiladi. Ish qozon borku. Voy, men hozir ishlatayotgan ichki qozonning gapini qildim. Bu dotes qolgan qozonni demadim. Siz tuyuqsiz ichki qozonni gapini qilib qoldinglar? Ya asli ish qozon bor, ukam uyda. Voy, u tegi teshilib ketgan mis qozonni men asli oldiganlar 5 ko'chaga sekratdim dedim-ku. Onisidan boqu oltin qozon qolgandek qilib ketdi bu yerda. Ya xabar qozon ketibdimi? Bo'ldi, sayga olgan deyishayli. Qaraganda bu qozon cho'qim uyda birsida polo, birsi lag'maydigan qozon ekanda. Ha, yo'q, ukam qiziq gap qildi kelsin deyman. O polovga qozonni bir lag'may itaveramiz biz. Nima? Shu poloning tegini tutmaydi u qozonda. Ha, tutmaydi-da, boz setvat o qozonni. Taga ramslar bo'ldi. Qaraganda 3 qozon bo'ldi bu, ha. Qaraganda 3-chi qozonni cho'qim go'shnab pishirishlar deymi? Yo'q, o'gizda. O'gizni go'shnab pishiramsizlar? Voy, yo'q. Endi o'giz qozon borku, ukam. Bizning shu televizor radiolarimizga shu nomerlarni 71dan qozonda, go'shnab pishirgan qozon emas, ukam. Endi uni qo'yib ketdi. Sizlarning gapinglardan endi biz bu qozonning qanday qozonligini uqdik. Ya'ni bu Abnum rayonimiz bo'yicha radio televiziyani oilalarga yetkazish el rayi qurilishida haqsiz taqatgan, ya'ni radio televiziya signallarini qabul qilgan qozonki. To'g'rimi? Ha, shu. To'g'ri. Ancha sizlarniki mushu qozonni bir ekranda ko'rib baqsaq deymiz, ha? Qani ekranda bir ko'rib baqayli. Voy, mushu qozon deymi? Ha, Mehmet Bodek. Mehmet Bodek. Ha, tuzun tushikam. Bizim mağlubu bu. Voy, rasmiyala bu. Bizim var gelip Ha, bakın. Voy. Muhtarla bakın, ha. Kapı boyum çıkmadı dendi. Ana, şu. Voy, kap koysuyduk baka vakti orada. Vamay gideyim ha, bana dikene. Demek mushu qozonni bekitgandan keyin sizlarniki televiziyaniki kanallar ko'payib, radioning chastotlarimi ko'paydi deymi, ha? Ha, shunda, vajib nomerlarni ko'ramiz biz deyman. Mush xotin atterdi kechmagan nomerdan hammani qo'ymay ko'rdi emasmi? Qo'liga yiliqini evalsa, menga nomer tegmaydi, o'zi ko'rdi bu deyman. Voy, bu odammi-chu? Tursunay İbrahimjon usul o'ynab chiqib qolsa, "Voyjon, Tursunay İbrahimjon chiqdi" deb, mush televizor kirib ketgida qilib ketadi. Ey, televizorda Tursunay İbrahimjon tayyor usul o'ynab tursa, uni qarab turmaysan, qarab turibdi. Endi bu o çolpanlarni uyga usul o'ynab yine maydam. Qaraganda adimiz televiziya teatrlarini ko'p ko'rdi ekan, ha. Akimiz bo'lsa, mushu san'at nomerlarini ko'p ko'rdi ekanda. Men shu xabarlarni qo'ymay ko'raman. Shundami? Voy, aytgandicha to'quvchilar bilan bilinglar, markazdan kelgan Sado deb radioni ichib buldi bu odam. Ey, sen Mevlüt İbrahim'e chiqdim telefonda naqsh etmading-ku. Ben biz naqsh etsa qo'lqamni yetib olaman deyman. Nima ishkanda? Voy, yarshadi o'z yolg'iz yashaydigan vaqirab naqsh etiramasın bu. Voy, bu odammi-chu, radiodan og'ilgan xabarlarni ko'chada o'qimishga bir muncha odamni yig'ib elib, toza ko'tildab berdi. Ko'rganni deymizda bizdan. Qaraganda akimiz xabarlarni jiq ko'rib saviyasi eshitdi, ha. Shundaq endi. Biz bag'amni biz xabarlarni ko'rgandan nurg'un narsa bilib ketdik-chi. Bizga hozir Amerikaning zotan Obamani taniymiz, ha? Taniymiz. Qaraganda akimiz xabarlarni ko'rib, dunyo vaziyatini nihoyat yaxshi tushunib ketibdi, ha. Endi adimiz bu televiziya teatrlarini ko'rgandan keyin balkim nurg'un ta'sirotlarga ega bo'ldi deyman. Voy, his qilganlarimni bek chiqgan. Hozir mushu chet ellik, mush Xansu artistlarmi-chu, Uyg'urchani suvdek so'zlaydigan bo'ldi. Tushunalamiz, ha. Uyg'ur deb qildi. Bu gapingiz menga bir ishni eslatib qo'ydi. Ayni chog'da bizning yezdimi bir bola mushu Bodi akam Kavli buvam deb qo'ygan, ha. Bu tarjima filmlarimizning saviyasining o'sishiga ergishib nurg'unlagan kishilarga nisbatan xuddi mushu
Ducu qari kuchalıqdek. Azmatxon xuddi xo'jnisdek bo'lib ketdi. Ben işlem ettim. Endi seninki bir qitimliq ziyorat degan bir gapinglar meni o'ylantirib qo'ydi. Sizlar shu radio, televiziya bizni beyitdi degan gapni qilib ketasizlar. Shunda fikam. Hamda jiq pulimizmi? Yo'q, 7-8 million pul bor, Jiq emas 7-8 million. Hamda bir 200 kala, 2 mingda qo'y o'shkimiz bor. Mushu oylaqa televizorda Mumbat tuproq degan programmani bergandan keyin biz jiq narsani bilib ketibdimi? Asli bu program ko'maysan oldi bizning qo'tallarimizda bu mallarimizni oz bak o'raqda qara. Voy qo'tirib ketgan fikam. Ammo siz jiqilib tushkidatlidi. Voy ishsir to'xtamaydi rahmatli qo'ylarning. Dedim o rahmatli debma. Qaraganda o rahmatli o'zini so'yib nazarini qishlaydi ular, ha? Qarzeli dasmiy soldik-ku, debaslar. Bu shu radio televizorlarda biz diqqatlarga o'simsiz qarz beramiz degan xabarni anglab qilyapmiz. Darhol qarz oldik. Shuni o'ylab ishlarimiz yaxshib ketdi, dehqonchilik qildik, chorvachilik qildik, deydik, pul topdik. Madem dehqonchilik programmalarini anglab boy bo'ldi. Men televiziya filmini ko'rib boy bo'ldim. Hamda radio del Xotanlik Oltin xonning hikoyasini anglab, men madem baqqal qo'ylarning juni bekor ketmasin deb, malimizning chiroyli qo'li chevar 5-6 cho'kani yig'ib elib, uyimning buluniga gilam to'qiydigan karxanadan birini qurib oldim. Qaraganda oilaviy karxana quribsiz-da. Ne o'ylayman, bu xotinlarning oldiga bo'z birdan televizorni qo'yib, bo'yna birdan radioni isib qo'ysangiz, aytgan bandasi to'qiydi. Gel, bu jo'narlishib qolgan tomoq yemiginimga qo'shchiman men. Elimi yaxshi jung'yab, chigil chiqirgan bo'lmabsiz. Voy fikam, men televizorning orlig'iga e'lon bergan chaqda qo'limni pokizib, tomog'ini tayyor qilsam bo'lmaydi bu odamdan. Endi uningdan boshqa bizniki hozir televiziya stansiyamizda o'zimiz ta'sis qilib ishlayotgan nurg'unlagan maxsus programmalar bor. Balkim bularning ta'siri cho'nqur bo'ldi deydi. Voy ta'siri cho'nqur bo'ldi. Voy madamga bir umr bo'zak bo'lib ketganman. Qonun puhra degan programmadan ayollarning o'zini unda qo'g'daydigan yerlarini ugunib olgan deb, hozir qo'rqmaylar bu odamdan. O'tirib. O'tirib. Qo'rqmaydi. Qo'rqmaydi. Endi yaqin yoqi bizniki kasbiy taraqqiyotimiz nihoyat tez bo'lyapti. Biz nurg'unlagan program loyihalash guruhlarini ta'sis qilish bilan birga nurg'unlagan program baholash guruhlarini ta'sis qilib programmalarimizni baholayapmiz. Lekin yanada eng muhimi sizlarga o'xshash tomoshabinlarning, ko'rmanlarning fikri biz uchun intayin qimmatli boylik. Hay fikam, mening bir taklif fikrim bordi. Meni shu guruhga kirgizib qo'ying. Bo'ladi. Hatta taklifingizni bir anglab olsak bo'ladimi? Qarang fikam. O'zimizning filmlardan G'arib sanam, Sirliq karvon, Ra'naning to'yi, Soyibjonning malning o'limi degan filmlarni bir qo'yib beringlar. Shuni qo'yib tashlabdi. Ya, uni bir to'rga ko'rsam bo'lmamda? Xo'sh. Hay, o'mchik emasman, to'rga yamishdigan. Saviya masalasi bor. iPad appas sistemida emas bor. Haqiqatan akımızdan adımızdan seviyesine ait üstü. Endi bu akımızdan adımızdan yana bu iki mehmanı teklif kılıştın asas sebep ular öz yizda aldın beygan. Ondan başka yani intayin muhim bir sebep var. O bozumu bularniki 4 farzandi var. Bu 4 farzandning birisi chet elda doktorlikni o'qiyotdi. Qolgan 3 farzandi ishkirda, ikkisi doktorlikda, birisi magistrlikda o'qiyotdi. Bir dehqon ota-onaniki 4 farzandni bundaq tarbiyalab chiqishi haqiqatan oson emas. Şuңашqa aldı bilan sizlarniki mush farzandlaringizga bo'lgan hisiyotinglar bilan bizning programmamizga qanday taklifinglar bir anglab qo'ysak. Hay ukam. Mush programmani ishkir o'ltirki bolalarni ko'ra olamdi. Balkim shu topda bolalarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ha? Amsikiz gap qilsam bo'lamda? Bo'ldi. Jinim bolam, meni ko'rdinglarmi? Mening sizlarni bek ko'gim kelgan. Sizlarni chiqqan bo'lgan bo'lsanglar bir ko'rib olgan bo'lsam. Jinim bolam, vaqt topsanglar, dikti bir ket bizni ko'rib ketinglarchi. Men sizlarni bek sevib ketdim. Shukr-a. Xotin ishtiganiza, ko'zning suyini men bish keldi. Ishqiz gap qilasiz. Bolalar, biz kichik vaqtimizda sharoitimiz yaxshi bo'lmag'achqa, yaxshi o'qiyolmagan. Biz sizlarni o'qitimiz deb nurg'un tirishdik, nurg'un jafolarni chekdik. Axir o'qitdik. Sizlarmi bizning umidimizni aqildinglar bolalar. Jamiyat ushqanda taraqqiy qilayotgan muzaq mezgillarda biz radio anglab, televizor ko'rib, nurg'un narsalarni tushundik.
nurg'un narsani o'rgandik, pul topdik, boy bo'ldik. Nima uchun? Sizlar. Lekin pul hamma narsa qodir emas. Odam terg'anda balı xumar, odam xumari bo'lib qolganmiz. Sizlar aldirashdan bilib bolalar. Lekin shunda bo'lsa-mu, biz yildan ne chiqib kelib, bir ananglar aytgan bir issiq tomoqni yeb, go'ngir mung'ishib, bunda radio anglab, televizor ko'rib, mung'ishib o'tlasak. O'zingizni bir söylang ha. Ay bo'ldi. Menimcha sizniki bu hissiyotınız ve fikriniz bizning ko'ngillik so'zining intayin yaxshi bir temisi. Biz bundan keyin shu temani ishlashni cho'qim o'ylashimiz. Endi programmamizning oxirida sizlarning bir haqiqiy tilinglarni anglab qo'ysak, ha? Mening bir tilagim batdi. Deb bakamsiz. Mushu ovoz jarangliq, so'z aniq, Abduqayim Imin degan odam biz ko'rsatib qo'ysangiz bo'pti-ku. Bo'ldi. Biz o'rinlashtiraylik. Belki akımızın bir tiliga bağlayayım ha. Rastga qilamdi. Rast gap qilasiz. Fikam mushu o'rimchik kelgan kirakimizni Sizlar tuturaylik, xotirjam bo'ling. hisob do'st arilmab degan gap. Bo'ldi. Qadrli tomoshabinlar, biz bugun bizniki bu ishki mehmonimiz bilan bizniki jamiyatimizning umumiylik taraqqiyoti va radio televiziya ishlarimizning xalqimizning turmushiga ko'rsatgan ta'sirlari haqida nurg'un ta'sirotlarga ega bo'ldik. Hamda bugungi suhbatimizning bizning keng tomoshabinlarimizga bizniki butkul taraqqiyotimiz va shundaqla taraqqiyotimizdagi ba'zi masalalar haqida cho'nqur o'ylanish va tafakkurlarni ato qilishni umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelasi sonda ko'rishaylik. Asli programmamizning kun tartibi